Qurbon hayiti bilan hammanglarni tabriklayman akalar. Salonni sizlarga shuncha mehnatni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mehr ko'zda akalar. Dil xirali bo'lmasin. Ketdi. Bilasizmi, bu mashinani kim yutib olishini xohlayapman. Ana uyida mashinasi yo'q insonlar bo'ladi. Mashinaga pul yig'adi, lekin gazi, sveti, ko'chadagi muammosi bilan hech mashinaga pul orttira olmagan insonlar ilohim shu mashinani yutib olsin. Obunachilarimdan bittasiga nasib qiladi akalar. Ikkinchi ishtirokchini qanaqa aniqlayman deydigan bo'lsanglar, prosta kommentariyaga xohlagan so'zingizni yozing. Tez kunda ikkinchi ishtirokchini mana shu postda aniqlayman. Akalar, bu videoni shu mashinasi yo'q, ana o'rtog'ingiz, yaqiningizga jo'natib qo'ysangiz, siz sababchi bo'lsangiz, bu ham katta savob. Joninglar sog' bo'lsin, hayit ayyomi, Qurbon hayitini yaxshi kutib olinglar.